Assalomu alaykum barchaga zamonaviy kanalning ashaddiy podpischiklari, muxlislari. Hop, veteraniya hayotini, bir kunlik hayotini olishda davom etyapmiz. Qisqa metrajli video rolik qo'yib beraman. Uni chiroyli qilib jarayonni yoritib borib keyin uni qo'yamiz. Mana emlash jarayonida yashur kasalligiga emlash jarayonida biz xonadonga kirganmiz. Xonadonda shularni hozir emlash kasaliga emlaymiz. Yashur kasaliga. Mana doktorimiz. Emlash jarayoni. Obunachilar shu vaksinalarni emlatib qildirib yuringlar. Bir yilda 2 marta bo'lar ekan. Bitta vaksina qilinsa 6 oyga yetadi deyapti. Shunda og'zil kasali, ya'ni og'zidan suv oqib, yeyishi nima bo'lib, molis ariqlab netmaydi, yaxshi bo'ladi. Buni emlanyapti. Bu ham novvost ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tuzatishda davom etinglar. Like bosishni unutmanglar.